Arnold Schwarzenegger oldingi intervyulardan bittasida aytadiki, har bitta qilayotgan set, ya'ni podxodni shu eng oxirida eng qiyin tushadigan 4-5tasi haqiqiy samarani beradi deydi. Undan keyin bu narsa ko'p diskussiyalarga sabab bo'lgan va hozir ko'p eshitishimiz mumkinki, har bitta setni shu charchab, holdan toyib muskulatkasi bo'yicha borish kerak degan gapni. Bu nazariyaga ilmiy yondashadigan bo'lsak, mana bu meta-analiz shuni ko'rsatadiki, olib borilgan 15 ta tadqiqotlar rezultatiga ko'ra, mana shu trenirovka qilayotganda har bitta setni charchab qolguncha olib borish bilan shu miqdorda, lekin ko'proq set bilan spokойно qilish o'rtasida farq deyarli yo'q. Shu o'rinda samara deganda ikkita faktorni inobatga olishimiz kerak. Birinchisi muscle hypertrophy, ya'ni muskullarni kengayib katta bo'lishi, va muscle strength, ya'ni muskullarni praktikada qo'llash mumkin bo'lgan kuch miqdori. Bu analiz ko'rsatadiki, agar har bitta setni shu charchab holdan toyguncha olib boraversa, u muskullarning kuchiga negativ ta'sir qilishi mumkin. Lekin agar shu odam oldindan trenirovka qilib chiniqib yurgan bo'lsa, har bitta setni oxiri charchaguncha olib borish hypertrofiga pozitiv ta'sir qilishi mumkin. Bu analiz albatta konечный faktni gapirmaydi. Hozirgacha bu borada ilmiy ish olib borilyapti va shu sababdan men bu teoriyani o'zimda amalga qo'llashga qaror qildim. O'zimga 50 kunlik maqsad qo'ydim. Har kuni har bitta setimni, ya'ni podxodimni oxirigacha shu holdan toyib muskulda atkas qilguncha olib boraman va 50 kun davomida rezultatni ko'rib boramiz. Bugun 8-kun, hozirgacha qiladigan mashqlarim muscle-up, turnik va arjimasiya qilish. Ovoz olish shuncha qiyin ekan, nafas olishdan chiqib qoldi.